Diqqat! O'zbekiston pensionerlari uchun ajoyib xushxabar. Hozirgina e'lon qilindi. Ma'lumotlar hammani hayratga soldi. O'zbekistonda pensiyalar uchun katta o'zgarish boshlandi. Pensiyalar bilan bog'liq yangiliklar, yangi qarorlar, kutilmagan yangiliklar va pensionerlar hayotida bevosita ta'sir qiladigan muhim o'zgarishlar haqida tezda bilib oling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling, O'zbekiston fuqarolarining pensiyalari endi avtomatik tarzda tayinlanadi. Fuqarolarning shaxsiga oid barcha ma'lumotlar vazirlik idoralarining elektron bazalaridan olinadi. 2025-yil 1-martdan boshlab yoshga doir fuqarolarning murojaatsiz avtomatik tayinlanadi. Bu haqida Pensiya jamg'armasi matbuot xizmati xabar berdi. Pensiya ta'minoti tizimga axborot texnologiyalarini faol joriy qilish orqali fuqarolarga ko'rsatilayotgan xizmatlar bosqichma-bosqich interaktiv va proaktiv shaklga o'tkazilmoqda. Xususan, 2024-yil 1-yanvardan boshlab quyidagilar joriy etilgandi. Fuqarolar pensiya tayinlashi so'rab, qo'shimcha ravishda davlat xizmatlari markazlariga tashrif buyurgan holda yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali my.gov.uz orqali onlayn murojaat qilish huquqi berilgandi. Shuningdek, 2025-yil 1-martdan boshlab pensiya yoshiga yetgan fuqarolarga pensiya avtomatik tarzda, ya'ni hech qanday hujjatlar talab etilmagan holda va fuqarolarning murojaatsiz tayinlanadigan bo'ldi. Fuqarolarning shaxsiga oid barcha ma'lumotlar vazirlik idoralarining elektron bazalaridan olinadi. Ushbu qulayliklarni yo'lga qo'yish natijasida birinchidan fuqarolardan pensiya tayinlash uchun qo'shimcha hujjatlar yig'ish uchun pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlariga murojaat qilish talab etilmaydi. Ikkinchidan, pensiya yoshiga yetgan fuqaro qonunchilikda belgilangan talablar doirasida pensiya tayinlash haqida qaror qabul qilinganidan so'ng uning telefon raqamiga pensiya tayinlanganligi va uning miqdori to'g'risida ma'lumot yuboriladi. Shuningdek, pensiyaga chiqmasdan ish faoliyatini davom ettirishni istagan bo'lsa yoki pensiya miqdoridan norozi bo'lsa, fuqaroga avtomatik tayinlangan pensiyani rad etish huquqi ham beriladi. Fuqaro pensiya tayinlanganidan, pensiya miqdoridan yoki pensiya tayinlanishi rad etilganidan norozi bo'lgan taqdirda, pensiya jamg'armasining tuman shahar bo'limlariga tegishli tartibda ariza bilan murojaat qilishlari mumkin bo'ladi, deyilgan xabarda. Videoroliklarimiz keng tarqalib, barcha O'zbekiston fuqarolariga ham yetib borishligi uchun like bosib qo'yishni unutmang.